Nimaga sizlar Hanafiy mazhabini ushlaysizlar, Hanafiy aqidasini ushlamaysizlar? Nima deyapsan ku? Sen tushunyapsanmi o'zi nima deyotganingni? Ilmsizlik. Ilmsiz odam o'ziga shunaqa bir yomonlikni qilib oladiki, dushmani ham qila olmas edi uni. Tushunarlimi? Dushmani ham unga qila olmaydigan yomonlikni ilmsiz odam o'zi qilib oladi. Problema nimada? O'sha yomonlikni qilayotganligini tushunmayapti. So'zimizning nihoyasida aytamiz, odamlar to'rt xil bo'ladi deydi hukmronlar. Diqqat qilib turinglar, shu to'rt odam bittasi siz bilan men. Birinchi odam, u biladi. Bilishini ham biladi. Bu olim, bunga ergashinglar. Ikkinchisi, biladi, lekin unutib qo'ygan. Biladi, unutib qo'ygan. Bu g'ofil, bunga eslatinglar. Uchinchisi, bilmaydi, lekin bilmasligini biladi. Bilmaydi va bilmasligini biladi, ilmsizligini. Bunga o'rgatinglar. Endi mana shu logika bilan ketsak, to'rtinchisi kim bo'ladi? Bilmaydi, lekin bilmasligini ham bilmaydi. Bu shayton, bundan uzoq bo'linglar deydi. Biz qaysinisimiz?